mumkinmi? Kiring. O'tiring. Chaqirtirgan ekansiz. Ha, ustingizda ariza tushgan. Xo'sh, qanaqa ariza? Yosh bolani uribsiz. Kunduz kuni talashuvdik. Aziz haqida gap ketayotgan bo'lsa. Qilar ishiga yarasha jazosini oldi. Keyin mehmonxonadan haydadim. Mehmonxona siznikimi? Ha, meniki. Uni otasini ulushi bor ekan mehmonxonada. Bor. Yosh bolani ham shunaqa uradimi? Qo'li sinibdi. Ko'zlari ko'kargan. Mana rasmini ko'ring. Men bu darajada urganim yo'q. Xo'sh, nima qilish kerak? Qolash shu yerda. Yaxshi. Advokatimga telefon qilsam bo'ladimi? Bo'ladi.